U yerda 9 domlini o'ziga bo'ysundira olgan kimdir bo'lgan va uni qishloqqa hujum qilishga majburlagan. Majburlagan? Juda ham kuchli shinobi. Unda kim Dattabayo? Akatsukilardan biri. Doim niqob taqib yuradigan odam. Savsada-ku, u Chehamadara Kanoxani endigina barpo qilgan davrda yashagan. U Naruto tug'ilgan paytgacha yashashi mumkin emas. Rostini bo'lishi mumkin. Va bu bekordan bekorga emas. Yana bitta narsa. Biz o'zimizning orzuyimizga erishishimizga juda oz qoldi. Sharinganning haqiqiy kuchi. Uchiha Madara, ya'ni mani haqiqiy kuchi. Bu dunyo esa meniki bo'ladi. Bunga esa har xil yo'llar bilan erishish mumkin. Seni qo'lga olib, hammasini bilib olaman. Uchiha planini ko'zlariga bas boqib bera ko'rma.